Ko'pchilik mijozlarimiz lokatsiyamizni so'rabdi. Hozir lokatsiyani tushuntiraman, undan avval bitta narsani e'tirof etib ketaman. Biza bu loyihani joyini olgan paytimizda o'zimizda qo'rquv bo'lgan. Chunki bu atroflarda unchalik bilmaganligimiz uchun sotuvi qanaqa bo'lar ekan deb mana shu bo'yicha ozgina og'riq bo'lgan. Va biz sotuv bo'limini ochganimizdan keyin anglab yetdikki, mijozlarimiz hech qanaqa reklamasiz ham juda ko'p mijozlar oqimi kirib kelganligidan tushundikki, to'g'ri qaror qabul qilganligini. Bu lokatsiya haqiqatdan ham zo'r ekan. Chunki o'zimiz ham har kun kelaverib, bu yoqdagi infratuzilma bilan tanishib chiqib, yaxshiligini o'zimiz ham guvoh bo'lib turibmiz. Endi sizlarga lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Farg'ona yo'li Kardinkadan 1 kilometr kiraverish. Va bu yoqda esa Qiyot metro, ya'ni Sergeylik Qo'yliq Betonka yo'lidan ham 900 metr 1 kilometr atrofida kiraverish. Favorit Residence loyihamiz Comfort Class loyiha hisoblanadi. Va bu loyiha haqida batafsil ma'lumot olishlik uchun quyida ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki sotuv ofisimizga tashrif buyuring. Salomat bo'lasiz. Centra Group. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz.